Assalomu alaykum, qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Danur Bakri. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Qizil Ming Uy G'arbiy yurt madaniyat tarixidagi buyuk yodnoma. U davrimizgacha yetib kelgan muhim buddizm yodikorligi. Qizil Ming Uy ming necha yuz yillik madaniyat ko'kri bo'lish sifatida tarixdan buyon Jungo va chet el olimlarining diqqatini tortib kelmoqda. Undaqda Qizil Ming Uy nima sababdan hozirgacha tadqiq qilinadi? Bu yerda nimalar saqlangan? Bu jihatga mazmunlar qiziqsangiz, diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Көрмən dostlar, hazır mən dünya g'ayri moddiy madaniyat meroslari kirgizilgan Kuchadagi Qizil Ming Uyda turibman. Qizil Ming Uy elimizdagi hozirgacha bayqalgan cho'ng tipdagi Budda Ming Uy ibodatxonasi bo'lib, dunyoviy qimmatga ega. Undaqda Qizil Ming Uy qachon borliqqa kelgan? Kim tarafidan qizilgan? Buningga qanday sirlar yoshiringan? Kucha Qizil Ming Uyi mamlakatimizning eng g'arbiga joylashgan, qizilish davri eng burunqi Ming Uy bo'lib, milodiya 3-asrda qizilishga boshlab, milodiya 9-asrga kelganda xarablashgan. 1961-yili Govian tarafidan davlatning nuqtali qo'g'diladigan madaniyat yodikorlik o'rni deb e'lon qilingan. Qizil Ming Uyning qazilishi mushu Budda dinininki qadimdagi mushu Kusan diyoriga tarqalishi bilan intayin zich munosabatlik. Budda dini miloddan ilgirki 6-asrning oxirlarida Hindistonda paydo bo'lgan. Keyincha Ipak yo'lini bo'ylab diyorimiz bo'lgan mushu Shinjonga tarqalib kirgan. Endi bu shu Qizil Ming Uyning qazilishini biz shu Budda dinining mushu g'arbiylik tarqalishi bilan zich munosabatlik deb qaraymiz. Qizil Ming Uy Boy noyasi Qizil Yesining 7 kilometr janubidagi O'gan daryosining shimoliy qirg'og'idagi tik qiyoliqqa joylashgan. Ming Uyning oldi tarafidagi O'gan daryosi sharqqa qarab eqib, Ming Uyni bahayvat cho'ltoq bilan ayirib turadi. Biz hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan shu Qizil Ming Uyda jami 341 g'ar bor. Ham bu g'arlar shu Muzat daryosiningki shimolidagi Ming Uy taqqa qiyoliqlarga ottaq qisman holatda 3 kilometr ariqqa qarab qazilgan. Endi biz shu Sugat aqinni markaz qilib Qizil Ming Uyni aqinning g'arbi, aqin ichi, aqinning sharq rayoni va Oriqtog deb 4 rayonga ayiramiz. Kuchadagi Ming Uyda hozirgacha Osti-üstü bo'lib 349 g'ar va 10,000 kvadrat metr ko'lamdagi tam rasmlari saqlangan bo'lib, har bir g'arning chiroyli nomi va o'zgacha ma'nosi bor. Undaqda men hozir kirmoqchi bo'lgan bu g'ar ayni vaqtda nimaga ishlatilgan? Buningga qanday sirlar yoshiringan? Biz hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan shu 17-g'ar dar aqinninki g'arb rayoniga joylashgan, saqlanish bir qadar mukammal, san'at aloyligi bir qadar ro'shan bo'lgan g'arlarning biri. Endi biz shu bu g'ar milodiy 5-asrninki oldi keyinda qazilgan. Hozir qadar 1600 yillik tarixini davrimizga yetib keldi. Hozir Kuchan Qizil Ming Uy rayoni tavasidagi 80 dan ortiq g'arda 10,000 kvadrat metrdan ortiq ko'lamdagi buddizm tam rasmlari saqlanib qolgan bo'lib, mazmuni mo'l, shakli o'zgacha va yerlik alohidlikka ega bo'lgan san'at xazinasidir.
Endi biz bu şu qarnınki butunlay umumiy jihatdan olgan chaqda bu qarg'a chizilgan rasmlar ayni davrki Sakyamunining tug'ilishdan ilgari tug'ilgandan tortib Nirvanaga yetkichil bo'lgan manzil shu san'atniki haykaltarashlik va rasmchilik usul orqali nihoyatda ko'rkam, nafis, odamni jalb qiladigan qarni ifodalab bergan. Uningdan boshqa yana shu Buddha dinininki oxirgi zamon bir bodhisattvosi bo'lgan Maytrininki turmushi, ya'ni mushtushta jannat yerdagi nomlash faoliyatlarimi shu qarlardan o'rnagan. Qizil Ming Uy tam rasmlari Buddizm san'at taraqqiyot tarixidagi ulug' ijodiyat, shundaqla Buddizm san'at taraqqiyot tarixining butun jarayonini to'liq aks ettirib beradigan bo'shliq bo'lib, bu tam rasmlarining necha ming yillardan buyon chiroyli saqlanishi hammamizning diqqatini qo'zg'aydi. Undaqda tam rasmlari nima sababdan necha ming yillardan beri buzilmay bugungacha yetib keldi? Buningdagi sir zodi nada? Qizil Ming Uyning uzoq mezgillik tarixiy musofa jarayonida tabiiy ofat va insonlarning buzg'unchiligiga uchragan. Tabiiy ofatning ta'siri intayin og'ir bo'lib, nurg'unlagan g'arlar, yomg'ir, bo'ron, yer tavrash qatorliq tabiiy ofatlar tufaylidan yer ostiga ko'milib ketgan. Qizil Ming Uy xuddi bizning Shinjongdagi boshqa o'rinlardagi Ming Uylarga o'xshash tarixda 3 qatam zo'r darajada buzg'unchilik uchragan. Ya'ni 12-asr atrofida shu islom dinining tarqalishi bilan bu yerga tadrijiy xaroblashish boshlagan. Shundan toki bu insonlarningki, tabiatningki buzg'unchilik uchrab kelgan. 1000 keyincha, ya'ni 1890-yildan keyin bir-bir g'arbiy ekspeditsiyachilarning mushahada faoliyat olib berishi bilan bir turkum bizning nafis ko'rkam rasmlarimiz Ming Uydan so'yib ilinib, shu g'arbdagi bir qism illarningki muzeyda saqlanadi. 20-asrning boshlarida Qizil Ming Uy g'arbliklarning madaniyat bulangchiligidagi muhim o'lchisiga aylandi. Undaqda g'arbliklar nima sababdan Qizil Ming Uyga alayda qiziqadi? Ayni davrda bular hamma narsani shu g'arbliklarningki qimmat qarshi, madaniyat qarshilik bular keyingi mezgillar buzilib ketdi. Bunday narsalar eng yaxshi, shunday ko'rkam rasmlar taraqqiyot illarning muzeyda saqlanish kerak degan sapsat fatvolarni chiqarib mushada ketgan. Bularning ko'p qismi hozir Germaniyada, Rossiyada, Fransiyada, Germaniyada, Hindiston, Yaponiya, Koreya, Amerika, hatto Italiya qatorliq illarda bizning shu Qizil Ming Uyninki rasmlari saqlanib Qizil Ming Uydagi tam rasmlari bebaho go'hari bo'lg'achqa, g'arbliklar bu go'harni qazishga boshlagan. Undaqda ayni davrda ular qanday usullar orqali tam rasmlarini o'z davlatiga aktarlagan? Bu nuqtani bilishda oldi bilan ajdodlarimizning Qizil Ming Uy tam rasmlarini qanday chizganligini bilishga to'g'ri keldi. Ayni davrdagi shu Ko'sanninki yerlik rassomlari, hatto shu Suriya, hatto O'rta Osiyodan kelgan bir qism rassomlar shu rasmlarni chizishga ishtirok qilgan. Ular ayni davrda shu g'arlarni chizgan chaqda bo'libmi shu Asosxonninki o'ng va so'l tomlari, ariq kordurlarini chizgan chaqda shu ramka ichiga o'rlashtirgan. Har bir ramka bir hikoya voqeligini tushuntirib bergan bo'lsa, to'g'risini o'rlashtirgan chaqda ular shu rombusman tog' o'rkashlari orqali har bir hikoyaniki eng shu markaziysini, shu nuqtalarini shu ramka ichiga solib ifodalab bergan. Buni ayni davrdagi shu Ko'san rassomlarininki, san'atkorlarininki birdan-bir utqi desak bo'ladi. Hamda ular, ya'ni shu ayni davrda bu g'ar ko'p qism g'arlarninki tuzilishi shundaylik egimsiman, egimi turistlik. Bunda bo'lgan chaqda ayni davrdagi rassomlar buni rombusman chizgan chaqda odamning ko'rish tizig'i nihoyatda yaxshi nima qilingan bo'ldi. Qizil Ming Uyida ayni davrda Germaniyaliklarning faoliyati eng ko'p bo'lgan. Ular bu joyga 3 qatim kelib, jami 295 parcha rasm, 325 kvadrat metr ko'lamdagi tam rasmni elib chiqib ketgan.
Ular bu jarayonda keyingi tadqiqotiga qulay bo'lish uchun g'orlarga nom qo'ygan. Endi shu davrda o'sha kelgan germanlar o'sha keyingi tadqiqot qulay bo'lsin uchun g'orlarga nom qo'ygan. Nomer sanmagan, arab raqamida nomer solishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin keyingi tadqiqotlarda yoki bir g'or bayqilib qolsa, nomerda qalayimqonlik yuzilishining oldini olish uchun bu g'orga Bodhisattva turistlik g'or deb ism qo'ygan. Ya'ni biz shu chiqning beshidagi yerim jumaloq ya qaraydigan bo'lsak, o'tirdi bir Bodhisattva va uning ikki tarafida 5 ta shogirdi uning atrofida turayotgan. Ya'ni buni biz odatda Maitri Bodhisattvaninki tushda jannat yerida nomnomlishi deb ataymiz. Ya'ni bu Maitri yana mazibida birdan bir Bodhisattva Maitri bo'ldi. Buddha Sakyamuni u boshqa odamga cho'qinmaydi. Bodhisattva mushu. Shunlashqa buni keyingi mezgillarda kelgan chaqda ya'ni keyin Buddha bo'ladigan kishi yoki uyg'onayotgan kishi deb atagan. Shunlashqa endi mushuning ko'pishi dalilga biz Maitrismet degan bir hikoyani dramani o'ziga olsak, dal mush shaxs uchun yozilgan bir drama. U nom emas. Endi bizning mushu Mo'ng'oydagi Kusan Mo'ng'oyda 70 dan ortiqlarga mushu Maitrininki tushda jannat yerida nomnomlashi degan hikoya yozilgan. Shunlashqa mushu Maitriga cho'qinish, Maitrini ulug'lash mushu Kusanda intayin evjelib, keyingi mezgillarga kelgan chaqda mushu o'tirtizanlikdagi qarindosh millatlarga tadrijiy bu cho'qinish hadisi shu yerlarga yetib borgan. Hozir biz ko'rayotgan tam rasmlar balo qazodan omon qolgan rasmlar bo'lg'achqa, u texmo qimmat hisoblanadi. 1953 yili davlatimiz arxeologiya tadqiqotchilari Qizil Ming uyga kelib, Qizil Ming uyda saqlanib qolgan g'orlarning hammasiga nomer qo'yib, Qizil Ming uyini dunyo jamoatchilikka qaytadan namoyon qildi. Kuchan Qizil Ming uyiga ziyorat qilg'ili kelgan har qanday bir odamning Qizil Ming uyining oldidagi haykalga ko'zi tushmay qolmaydi. Bu haykal ko'sallik mashhur rohib Komara Jivaning haykalidir. Kuchan Qizil Ming uyi bu yil Yipak yo'lining boshlanish bo'ligi va Tangirtag'i koridoridagi yo'l to'ri deb atalib, dunyo madaniyat meroslari qatoriga kirdi. Dunyo ahlining diqqati yana bir qatim Kuchan Qizil Ming uyiga tikildi. Ular Qizil Ming uyidagi tam rasmlarining hozirgacha chiroyli, mukammal saqlanishining sirini bilishga qiziqdi. Ayni davrdagi shu Kusandagi san'atkorlar, Kusan xalqi shu tabiiy tog' jinslaridan har xil shu ranglarni, bo'yoqlarni yasab, uni shu tabiiy bo'yoqlar, ya'ni tog' jinslaridan olingan tabiiy bo'yoqlar orqali sizib chiqqan. Shunga buningki oksidlanishga, shu o'ngishga qaragan chaqda buningki qarshichiligi kuchli. Shunlashqa biz shu qaraydigan bo'lsak, men bayatni aytdim buni 1600 yil, 1500 yil ilgari sizilgan rasm deb. Shunlar qaragan bo'lsak, bu xuddi 10 necha yil ilgari yoki 20 yil burun sizilgandek shu holat saqlanib kelgan. Bunimi shu qadimki shu ko'salliklarning nihoyat yaxshi o'tqi deb ayta olamiz. Kuchadagi Qizil Ming uy tam rasmlarining o'zguchiligi va ko'p xilligi Qizil Ming uy san'atining ko'rinarli utuqlarining biri. Undaqda bu tam rasmlari ayni vaqtda kim tarafidan sizilgan, bu tam rasmlarga qanday sirlar yoshiringan? Qizil Ming uy tam rasmlarining hozirga qadar mukammal, mushundaq yorqin, ko'rkam, odamni jalb qilgudek darajada saqlanishdagi yana bir sir, ular ayni davrda tam rasmlarini sizishda hech qanday ximiyaviy tarkibi yo'q. Tabiiy tog' jinslaridan elingan bo'yoq ishlatgan. Bu bo'yoq tadrijiy holda keyingi mezgillarga kelganda hozirgi bo'yoqchilik texnikasining taraqqiy qilishining manbasi bo'lgan. Qizil Ming uy tam rasmlarida rang ishlatish jihatimi o'zgachilik bor bo'lib,
kul rang, yeşil rang, beg'i rang, oq rang eng ko'p uchraydi. Andımında qora rang uchraydi. Qizil rang nihoyatda oz uchraydi. Undaqda ayni davrda bu xil ranglar nima sababdan ko'p ishlatilgan? Rang bilan tom rasmlari o'tirsida qanday bog'lanish bor? Albatta, mush g'arninki turist qismlariga silgan rasmlarninki, mush rombusman katakchininki. Ichki silganlarni biz yaralmış hikayeleri deymiz. Yaralmış hikayelerini odatda mushunda ram kichik sizildi. Yani mush rombusman katakchi sizildi. Bu rombusman katakchida masalan mabo oq rang, mabo beg'i rang, oq rang. Endi uni orasiga ko'k rang bilan silgan, orasiga yana beg'i rang aralashtirgan, mushunda o'rlashtirib taki bu o'ngdan so'lga turisi o'zra tutishidi. Endi bu ko'k rang bizning bu rayonimizdan oz tepildi. Chiqmaydi degandek bu odatda shu Afg'oniston, shu Yaxshan, buni raps deymiz. Bu endi ayni davrda oltin bilan tang. Bu shu bulapmi 7-asrdan ilgirki g'arlarda bir qadar ko'p uchraydi. Endi nima desa bu ayni davrda shu ipak gulininki gulinishi. Ya'ni bulapmi O'rta Osiyoda arab istirahatining kelishi bilan buddistlar bu rangni erishamagan. So'ng keyingi davrlarga kelgan chaqda beg'i rang muhim o'rin tutib kelgan. Jungoda hozir saqlanayotgan ming uylar ichida buddizm hikoya rasmlari eng ko'p saqlangani avtonom rayonimizdagi Qizil Ming uy bilan Dongxuang Mogag'ari. Undaqda hurmatli ko'riman, Kucha Qizil Ming uydagi tom rasmlarining o'zgacha hikoyasini anglashni, uningga yoshirilgan sirlarni bilishga qiziqamsiz? Undaqda diqqatingiz programmamızın keng sanıdı bolsun. Xo'sh, ko'riman do'stlar, Bayqash programmamizning bugungi soni moshada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.